Do'stim, niyat qilaman, agarda sizga yoqsa kanalga obuna bo'lib qo'yasiz. Kelishlikmi? Bismillah. Ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Bismillah. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari yetishib chiqsin. Bismillah. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'shnisi bo'ling. Bismillah. Jannatga emas, eng ulug' jannat Firdavs jannatga tushing. Bismillah. Bismillah deb kommentariy yozganingiz singari 10 yilkingizdagi farishtalaringiz savob daftarchalaringizni to'ldirib tashlasin. Bismillah do'stim. Arab alifbosini bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysizmi? Qarang do'stim, kitobimiz 30 ga 2 Qur'onimiz bo'lib, ya'ni Qur'onimiz kiril alifbosida bir tomonda yozilgan bo'lsa, bir tomonida arab alifbosida yozilgan. Harflariga e'tibor beringlar, nihoyatda katta holatda, dona holatda yozilgan. Undan tashqari Madina Qur'onga ishlatiladigan qog'ozga o'xshagan qog'ozlardan foydalanilgan, bu degani ko'z nurlarini qoldirmaydi. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarini mutlaqo bepul. Xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ahlan va sahlan.